عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kuchli mo'min Alloh taologa kuchsiz mo'mindan ko'ra yaxshiroq va mahbubroqdir. Har birida yaxshilik bordir. O'zingga manfaat beradigan narsaga haris bo'l. Alloh taolodan yordam so'ra. Ojizlik qilma. Agar senga biror musibat yetsa, sinxor, agar men buni qilganimda falon bo'lardi deb aytma. Balki Alloh taolo taqdir qildi. Nimani xohlasa shuni qildi deb ayt. Chunki agar degan so'z shayton amalni ochib beradi. Imom Muslim rivoyati. Hadis sharifda kuchli mo'min Alloh taologa kuchsiz mo'mindan ko'ra yaxshiroq ekanligi bayon qilinmoqda. Chunki kuchli mo'min quvvat va sergaklik bilan Alloh taoloning buyruqlarini bajarib, qaytargan ishlardan saqlana oladi. Odamlarga aralashib, ularni to'g'ri yo'lga boshlashga va bu yo'lda yetadigan aziyatlarga zaif mo'mindan ko'ra ko'proq sabr va bardoshlik bera oladi. Shunday bo'lsa-da, iymon ne'mati borligida ikkalasi ham tiriklik sabab har birida yaxshilik bordir dedilar.